شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, biz bugun Sura Baqaraning 177 oyatiga keldik. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda masalani kesdi. Ya'ni musulmonlar orasida o'z vaqtida, oyat tushgan vaqtda musulmonlar va yahudiylar, munofiqlar orasida masalaninki muhim bo'lmagan nuqtasini tutib olib, buni qiziq nuqtaga ko'tarib chiqib, asosiy masalalarni bir tarafga qayirib qo'yilgan, ya'ni haqiqiy ishning negizi bo'lgan masalalarni qayirib qo'yib, post masalalar bilan bu musulmonlarning zihniyatini upurtadigan ahvollar bo'lgan. Shuningga raddiya berib masalaning post kallasini Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bayon qildi. Bunda ahvol bizda yetarlilik bor. Ya'ni bizdan hech qanday badal ketmaydigan, qolay, datalashib qo'ysak, xuddi boshqalarning oldida diniga ko'yingan, diniga xizmat qilgan bir ajoyib bir fikrlik, masalan, insonda ko'rinadigan ishlar va shu ishlarni tutib olib, asosiy negizlik masalalarni qayirib qo'ydigan ahvollar. Oyat bularga keskin raddiya. Alloh subhanahu va taolo da'vatida Estaizu billah Leysel birra an tuvallu vujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Endi bayatın dersinin başı dep ötkünümdek ayet şu kıble özgertiş hadis sülen oturup çıkan bir gavgaga bu şunda Müslümanlar Beytul Mukaddes'ten Kabe'ge qarashqa, kıblesini özgertişke buyurulgandan keyin Yahudlar bilen munafiqlarga bop bergen. Bular bir gavga çıkarganda bu yerden. Yani meseleni bek köp durup asosiy qiziq temaga qanaqa qilgan, aylantirib olgan masala. Alloh subhanahu va taolo bularga xitoban deydiki, sizlar masalani bu shaklda ko'p turmanglar. Sizlar bu yaxshi, u yaxshi, o anda, umanda masala yaxshilik masalasi sizlarningki mag'rib, mashriq tarafga qarashinglar emas amaliyotda. Hech qancha emas-ku. Bu yerdagi muhim masala buyruğucuning buyrug'ini astoydillik bilan, bandichilik bilan ado qilish masalasi. Ya'ni haqiqiy yaxshilik nima desa, Allohga va oxirat kuniga iymon etgan kishi. Tarjima qilyapman qisqa shaklda. Malaikalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga iymon etgan kishi. Mana bu haqiqiy yaxshilik va yaxshi ko'rib mollarini boshqalarga bergan yaxshilik yo'llariga sarf qilgan kishi. Yani ikki xil hukm bor. Pul mollarini yaxshi ko'rib tursa-mu yoki yaxshi ko'rib turib shu ishni bergan kishi. Tuqqanlarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabil, musafirlarga, so'rg'a bir narsa so'rab kelganlarga, qulluqqa tushib qolganlarga o'zining pul mollarini sarf qilganlar bu haqiqiy yaxshilik. Namozni haqiqiy ravishda o'qiganlar, zakatni berganlar va va'dalashgan vaqtda va'dasiga vafo qilganlar va yuqorqi ishlarni qilishda mayli qolay sharoitlarda bo'lsin yoki qattiq sharoitlarda bo'lsin sabr qiluvchilar
Mesela qulay, qattiq sharoitlar, urush maydonlari, mesela inson har xil holatga duch keladi. Buning da sabr qiluvchilar bu haqiqiy yaxshilik. Ana oshular haqiqiy rostchil davosi ini qo'ygan kishilar. Yani ish bilan teshi degan gap bilan amaliyotga o'xshash kishilar ana oshular Allohning azobidan saqlanib qoladigan haqiqiy muttaqillardir deydi. Endi bu bir yuqorida qilganim qisqacha bir tarjima. Masalan yana bayatdan degandek başlasak, bu ayet o'ttirg'i qo'yib tushirilishga sabab bo'lgan nokta Allah subhanahu va taoloning musulmonlarni qiblani o'zgartirish buyrug'i. Bu masala bak yo'g'onab ketdi. Amaliyotda her bir o'ylab o'ziga xos bir qibla bir narsa shakllar, masalan musulmonlar Ka'baga qaragan, Yahudlar voy bizning Baytul Muqaddas degan, Xristianlar mashriq tarafni ko'rsatgan. Har bir taraf xuddi şu bir tarafning Ka'baga qarashi, Baytul Muqaddasga qarashi, boshqaga qarashi o'zicha bizzat bir yaxshilik, ya'ni dinning asosiy prinsipi mushudek bir xil holat kelganda, oyat buni kesib nima deydi? Masala yulinish masalasi emas. Masala yulinish masalasi emas. Tasamaski o yulinish. O'zgartirish masalan. O yoqdan o yoqqa qarasanglar bo'ladi masala. Bu masalani sizlar butun masala qilib olmanglar. Ya'ni bir qiblaning u naga qarashi, u yerga qarashi, bu yerga qarashini sizlar masalaning butun holati, negizi qilib olmanglar. Bu ajab bu yerga kelgan vaqtda bular intayin taqvo bo'lib oladi-da. Mushtayiqqa in addi. Hech qanday bir jafosi yo'q masalasi. Amaliyotda bu yerdagi masala Allah subhanahu va taolo bir ish buyurgan vaqtda uni chin dildan chiqarib, suyib turib itoat qilish masalasi. Ammo haqiqiy yaxshilik bobiga kelgan vaqtida, haqiqiy sinoq kelgan vaqtda andin kim yaxshi emas bu siniladi. Bu bir ya sharqqa qarash, ya g'arbga qarash, ya u yerga qarash, bu yerga qarash masala emas. Muhim masala bir imtihon sinoqlar var. İman aytish masalasi, oyatda tilg'anida sal turib deymiz hammasini. Taqvolik masalasi, rostchilik masalasi, itoat masalasi, ihson masalasi. Bularning hammasi din ta'limoti bizga davatgan, bizga tashabbus qilayotgan yaxshilik bu. Yaxshilikning ma'nosi intayin cho'ng bir taraf bu amaliyotda. Mesela bu oddiy bir ishlarda kelib, u yoqqa qarash, bu yoqqa qarash masalasida buni shu butun masalaga aylantirib, shuni haqiqat, ya'ni haqsizlik bobiga qo'yiblar, o'zingni haq yo'lda ketayotgan inson ko'rsatmanglar sizlar. Amaliyotda yaxshilik degan favqulodda cho'ng bir mas'uliyat u. Yaxshilik, ya'ni men yaxshi yo'lda manyapman degan kishi cho'ng bir mas'uliyatni ustiga olgan bo'ladi. Bu yaxshilik yo'lda ketyapman degan odam siniladi. Onun imanının aşı gipinin rast emesliki sinilidir. Bu sınak ma'lum derecede capa muşakkatla üstüdü buludu. Müslüman aşı sınaklardan halk bitiş için nurgun taleplerini orundişi gerek. Gerçi capa olsun mu? Kıgısuva nurgun işlerden yenişi gerek. Onu tatıp tutsun mu? Çünkü o masiyet. Çünkü onun cezası eğer. Bunların hemmisi Allah bizden talep kılgan yaxşılık ve imanның taqazzası. Ma'u asli mesele. Sizler bu yerdeki bir Ka'baga qarash, Baytul Muqaddasga qarash yoki yana bir tarafga qarash masalasida bir mushkil qilib o'tirga chiqib olmanglar. Ne qarasanglar bo'laverdi. Mesele Allah buyurgan tarafga qarasanglar bo'ladi. Allah Baytul Muqaddasga qaranglar deb buyurdi, musulmonlarni qaradi. Ondan keyin Ka'baga qaranglar dedi. U yerga qaradi. Mana bu itoat. Itoat masalasi ma'u. Endi davomlashtiramiz oyatga qarab. Oyatning 5 ilam munda başladı oyat. Gapni. Walakinnal birra man amana. Buni bayatni shunda tarjima qildim. Hozir men askartib o'tdim. Yaxshilik manda qilgan odam degan shaklda keltirdi oyatni. Am bu normal logikada bizga nisbatan yaxshilik degan bir uqum u. Bir nima emas bir odam emas u. Ama bu yerda yaxshilik manda qilgan odam. Odatda biz normalda til ishlatgan vaqtimizda palani yaxshi odam deymiz, sifat ishlatamizda uni, ammo palani yaxshilik demaymiz. Palani rostchil deymiz, palani rostchillik demaymiz. Ammo oyat nima dedi? Manda qilgan odam yaxshi odamlar demadi. Manda qilgan odamlar yaxshilik dedi.
Bu xil ifoda qo'llandi. Bu xil ifoda nima uchun qo'llanadi desa, Allohning bizdan kutgani shuki, bu yaxshilik bizning bir sifatimiz olmay, o'zimiz olsun. Vücudumuzga singib ketsin. Sifat demak, men ayrim narsa, mening sifatim ayrim narsa deganlik bo'ladi. Ammo shu narsa mening vujudimga aylanib ketgan vaqtda men shu narsani o'zga aylanaman. Men adil degan vaqtimda adolat degan sifatlangan bo'lsam, men adolatning o'zi deganim adolat mening vujudimga singib ketgan degan. Bu nuqtadan oyatning lafzi ma'nosi yaxshilik bunda qilgan odam degan shaklda tarjima qilinadi. Ammo tushunishi shuna tushunsak bo'ladi. Davomlashtiramiz. Yaxshilikning, ya'ni bu yaxshi men to'g'ri yo'lda deganlarga nisbatan Allohning ko'rsatgan birinchi ta'limoti nima bo'lsa, Allohga iymon etish. Bu iymonning eng yuksak tarafi. Undan keyin nima keladi? Val yawmil oxir keladi. Oxiratga iymon etish. Bu iymonning oxirgi tarafi bo'ladi. Ya'ni bir tirnoq ichilib iymonda yapiladigan yash shu. Allohga ishonish, oxiratga ishonish. Qanday qilib biz oxiratga ishonamiz? Oxiratga ishonishdan Allohga ishonish bir turdagi, bir chiziqdagi narsami desa, biz deymizki, yo'q. Avval biz Allohga ishonamiz. Allohning borligiga ishonamiz, Allohning bizni yaratganligiga ishonamiz. Bu nuqtadan Alloh oxirat bor deb xabar. Allohga ishongan nuqtadan Alloh bizga bergan xabarga ondan keyin ishonamiz. Ya'ni birisidan keyin keladi. Avval Allohga ishonamiz, Allah bergan xabarga qarab turib, ondan keyin oxiratga ishonamiz. Amaliyotda oxirat bir g'ayb masala. Biz ko'rmadik buni. Uning ta'sirini ko'rmadik hatto. Faqat Alloh shuna degan. Masalan, undan keyin oxirat bobidan keyin oyati nima deydi? Val yawmil oxir val malaika. Malaika masalasi shu. Bayatligimizdagi oxiratga iymon etish masalasi, malaikaga iymon etish masalasining hammasi g'aybiy masala. G'aybiy masala degan nima desa, bizning idrokatlarimiz uni qana qilmaydigan, bilamaydigan masala. Bu amaliyat aqida. Aqida degan real narsa bo'lmaydi. Chunki uni hammadan biladi. Aqida nima desa, g'aybiy bo'lgan, bizning idrokatimizdan hal qilgan narsaga shunda cho'ng bog'lanamizki, uningdan qanaq ketmaymiz, ajrab ketib. Ajrab ketgandan keyin biz ma aqidadan ajrab ketgan bo'lamiz. Aqidaning o'zi bu. Bu masalaqi u g'ayb bo'lmay. G'ayb degan nima o'zi inson idrokatidan chiqish bayatligidek. G'ayb bo'lmay, inson davom ko'rib turadigan, anglab turadigan, bilib turadigan narsalar bo'lib qolsa, u aqida bo'lmaydi. Chunki bizning ko'z oldimizda biz uni eslab turishimizning ehtiyoji yo'q. Chunki ko'z oldimizda bo'lgan doim qanaq turamiz, eslab turamiz, ko'rib turamiz, bilib turamiz. Ammo g'aybiy masala bizning idrokatimizning sirtqi sho'g'achqa buni biz o'zimizga aqida qilib o'rnatamiz. Aqida degan nima bo'lsa, biz bog'langanga, davomli eslab turamiz, shu halqadan olib ketmaymiz. Ya'ni shunda bir shaklda bog'lansa, biz shuni bog'lansak, shu aqidaga ikkinchi ajramaydigan degan shaklda degan ma'no uchun aqida deb atalgan. Ya'ni iymonning eng yuksak tarafi Allohga iymon etishmi? Allohga iymon etding degan gap Alloh xabar bergan har narsaga iymon etimiz degan. Bayatda degandek, oxiratga iymon etimiz chunki Alloh xabar berdi. Malaikaga iymon etimiz chunki Alloh xabar berdi. Undan keyin kitob, payg'ambarlar keldi. Bular ham g'aybiy emas. Qur'on ko'z oldimizda bor. Payg'ambar sahobalar o'z vaqtida ko'raklik bizga yaqin ishonchli xabarlar keliglik, ammo bu ikkisi g'aybiy bo'lmagan bilan shu Allohning shu kitobni tushunganligi, shu payg'ambarni payg'ambar avatganligining o'zi g'ayb. Bu nuqtadan, ya'ni bularga biz o'sha birinchi qadam Allohga iymon etish degan qadamning turtkisida shunga bog'lanib turib buni. Chunki Alloh xabar berdi. Bularning hammasi qanday masala g'aybiy masala. Esonda bo'lsin, g'aybiyat, ya'ni g'aybiy ishlar bizning iymoniy faoliyatimizning zimini. Meydani yani. Bizning iymoniy harakatimiz, iymoniy yaşashimiz, yani iymoniy faoliyatimiz g'aybiy maydonda cho'g'ilaydi. Yoki g'ayb iymonning nimasi asosi. Shu g'ayb degan nima desa, biz ishonadigan narsa uning mohiyatini tushunish. Chunki uning mohiyatini tushunishdan bizning idrokatimiz tuyan keladi. Qanday ya'ni jannatning borligiga ishonamiz, qandaqligini bilmaymiz.
Dozaqning bağlılığı işimiz, qandaqlığını bilmeymiz demek, onun mahiyetini okumaymiz. Ama biz onunla qana qılımız, işinimiz. Bu iman. Ondan keyin ayet yuqorida aqidaviy mazmundan o'tkeldi hozir hamda. Mesela yaxshilik yo'llarini Alloh subhanahu va taolo birisi Allohga iymon etish, yana birisi oxirat kuniga iymon etish, yana birisi malaikalarga, kitob, payg'ambarga deb bo'lgandan keyin, buning hammasi aqidaviy masala. Bulardan yo'tkilib dunyoviy masalaga keldi. Yaxshilikning ifodalarininki. Chunki Alloh subhanahu va taologa nisbatan birisining iymon etishi muhim emas. Dünyada hech kim iymon etmasa Allohdan hech nima kamlatib ketmaydi. Birasining malaikalarga iymon etishi, kitoblarga iymon etishi, Rasulullohga iymon etishi Allohga nisbatan muhim emas. Ya'ni demakchi o'g'lim Allohga hech bir foyda ziyoni yo'q. Ammo bu yerda Alloh subhanahu va taolo zaminda urunlashtirmoqchi bo'lgan, amillashtirmoqchi bo'lgan birdan bir ish zamindagi hayotning ritmi Allah subhanahu wa ta'ala'nın təlimatı boyunca qana qilishi, davam qilishi. Bu Allah'ın xalaydığı işi. Şuna çıxan məsələmdə imani, aqidavi məsələdən gəp maddivi məsələ gördü. Əməli bunun ifadələrə. Dedi ki, yaxşılıq degan nə desə, və atal mal ala hubbi. Bir insan ma'lum iqtisadga ega, iqtisadga ega bo'lgandan keyin bu iqtisadni işletişke tegishlik yaxshi yo'llarga sarf qiladi. Endi oyatda mal deb ifoda qo'llandı. Mal degan nima desa, bugun kunimizda biz pulga bog'lab qo'ydik. Amaliyotda qimmati va bozorga sog'iladigan, masalan, buni qimmat pulga aylantiriladigan har qanday narsa mal oldu. Ya'ni biz boshqalar emas, bütün yaxshilik yo'llari, ehtiyojlik nim bo'lsa bizda shuni qana qilish, sarf qilish bu iymonninki nima darajasi muhim amaliy hayotda ko'riladigan asosiy ifodalarining birisi. Odatda inson egiladigan mol-mulk ya o'zining ko'rsatgan tirishchanlik orqali qo'lga keladi, yoki o'zidan ilgirkilarninki tirishchanlik orqali. Masalan, dadasi tirishdi, bo'g'isi tirishdi, u mol-mulk uning hayotidan eshib qoldi, bolalarga nima qo'ydi? Miros qo'ydi. Ya'ni buning orqali bu bolalarga keldi. Ham demakchi o'g'limiz nima desa, bu yerda bir tirish demakchi Alloh subhanahu va taolo. Sen o'zing uchun yashama. Pul mollarini yaxshilik yo'llarga sarf qil deganlikning o'zi sen o'zing uchun yashama demakchi. Bir odam ma'lum darajada o'ziga yetkudek pul topdi degan gap ko'p ishlamadi degan gap u. Masalan, mening hayotimga, turmushimga o'lib ketib qo'yguchi yetkudek pul topdi degan gap bu odam intayin oddiy ishladi degan gap. Alloh subhanahu va taolo nima deyotdi? Pul xajla deyotdi. Boshqalarga pul xajla, boshqalar uchun sarf qil, yaxshilik yo'llarga sarf qil deyotdi. Bunda deganlikning o'zi nima desa, sen o'zingdan halqib ishla deyotdi. Yani tirish da'vatidir. Yani sen o'zingdan halqib, hayotingda sening chiqimlaringdan halqib pul top, buni boshqalarga ber. Bolalarga qolsin, bolalarga ashtaq. Demak, insonda Alloh subhanahu va taolo pul ber degan vaqtda buning orqa ma'nosi ishla degan ma'nosi bo'ldi. Bu insonning yaxshiligining ifodasi. Shu oyatning oxiridamdi va atal mala ala hubbi. Buni udul tarjima qilsak, yaxshi ko'rib turib mal-mulkini bergan. Bunun ikki xil hukumi var. Başqa oyatlarda mı var? Bu xil oyatlar Sura insonninki 8-oyatida ve yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina ve yatima ve asira. Yani pul mallarını, yani yemek içmeklerini miskin yetimlerge o'zi yaxshi ko'rsin yegizdi degan bir shaklda. Endi bu oyatda lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sura Al-Imronninki 92-oyatida o'zi yaxshi ko'rgan narsalarni chiqim qilmoqchilar yaxshilik qilmaysiz degan shaklda. Ya'ni shu oyatlarga asosan biz yerdagi ala hubbihi yaxshi ko'rib turib degan ma'noni ikki xil ma'no qilamiz. Birisi shu birvatgan sarf qilayotgan molni o'zi yaxshi ko'rsinmi, qana qilish, sarf qilish hukmi chiqadi. Hamadan malni yaxshi ko'radi emasmi? Yana birisi malni yaxshi ko'rish emas, oshiq qilayotgan ishlarni suyib turib, vujudidan chiqarib turib. Masalan, bir yaxshilik yo'llar oldimda, xo'sh yoqmay bir ishlar.
Suyup durup mani hajlab olaymayaga, sarf qilib olay deb turib manda berish. Mana bu Alloh subhanahu va taologa yaqinlashishning eng yaxshi yo'li. Eng yaxshi yo'li. Amma yana manda bir hukm chiqadi. Sende bir pul, mal yoki har qanday bir narsa bor. Biz bayatın degandek mal hukumining ichiga kiradigan. Bunsa yaxshi ko'rmaysa, qulongdan chiqirib keldi, uning qo'yading, buning qo'yading. Bu daraja emas. Ve davatqini sen shu narsani yaxshi ko'rsa ve bu yo'lni yaxshi ko'rib turib, mush sarf qilingan yo'lni anbadan bu Alloh subhanahu va taolo hozir degan eng yaxshilikning yuksak darajasi bu. Halaqa xo'shaqmas, tin yoki o pul yoki o narsani sen yaxshi ko'rmay, keraksiz bo'lib qilib, ishlatishdan qilib, senda bir tashlayotkichida haqqa bervatding. Tabiiyki uning ajri bo'ladi, ammo yaxshilikning yuksak darajasi o emas. Amaliyotda bir yurgi siqilib turib, ajab kep qoldi yapanga bu ish. Menlam hajlamdim bu pulni degandek yomon ko'rib turib pul hajlashni Alloh subhanahu va taolo Qur'onda ayiblagan. Nim degan? Va ja'aluna lillahi ma yakrahun. Yoki o'zi yomon ko'rgan narsalarni, masalan, eshib qolgan narsalarni, qoldiq narsalarni, bu yuksak darajadagi yaxshilik saviyasi emas. Yaxshilik nuqtasi emas bu. Undan keyin yaxshilik babi uzluksiz davom qilyapmiz. Yaxshilik babida Allohga iymon etgan, oxiratga iymon etgan malaikalarga, kitobga, payg'ambarlarga deb kelib, pul mollarini yaxshi ko'rib turib bergan deb bo'lgandan keyin kimga desa zavil qurba. O'zining tuqqanlarga da'vatidi. Biz bayatni deb o'tdik, inson ishlaydi, tirishidi, o'zini to'liq ta'minlaydi. Özünü to'liq ta'minlagandan keyin, yani o'zi normal bir turmushga ega bo'ldi, o'zining ehtiyoji tugidi, atrofiga qarasa, tuqqanlari muhtoj. Bu vaqtida bu odamning ruhiyati normal, turmushi normal davom, chunki siqiladi. Haqiqiy inson bo'lib qolsa, men xotirjam turmushda, mayli bir qarindishim, akam ya inim yoki mening narva tuqqanlarim yoki jiyanim yoki tag'am qiyinchilikda. Buningga bizning ko'ngil unmaydi bu. Normalda insanın psixikisi normal yaşıyor olamaydı onda halatda. Eminiyeti mümin insan hemeden bilen tuqqan. Mümin insan hemeden bilen tuqqan. Bir hikaye var bir yerde. Muaviye radıyallahu anhu halife vaxtida bunun veziri işk bakari hesapta kirip Emirul Müminin işkde bir adam sizning qarindoshları deb o'zini saqlavadı degenden keyin mening qarindoshlarimni tunimamding, sen kirgiza deb onunga kirgizdi. Kirgandan keyin Muaviya dediki, sen mening qaysi qarindoshim? Men Adem alayhisalomdan bo'lgan qarindosh. Muaviya radhiyallohu anhu Allah. Kişiler arasında üzülüp ketken birisiyle. Toğra, hemen Adem alayhisalomning balları deb bununla qanday qilgan Siyrahmeni uluğan şekilde ikram qilganda. Endi tabiiyki bu yerda biz hamma odam insonning tuqqanlari degan nuqtada hamma odamga qanday qilolmaydi, Siyrahni qilolmaydi. Bu mumkin emas. Aqlga sig'adigan gapni qilish kerak. Ammo hamma odamga qilolmasa o'zining xos bundan nasab jihatdan ulashadigan masalan qarindoshlari, tog'ilari, hammilari, jiyanlari, narva tuqqanlari qatorliq bularga acaba yaxshilik qilib Siyrahni qilamam demasdan. Qarindoshlari och yoki muhtoj holatda o'zi xushal-xuram yashashga normal insonlik va odamningki, insonlik vijdoni tabiiy yo'l qo'ymaydi bu. Biz dinni o'ylamayli, yana bir narsani o'ylamayli, normal odamlik vijdon uni yo'l qo'ymaydi-da. Endi iymon doirasida Alloh subhanahu va taolo kipillik o'zaro, kipillik doiralarini yo'lga qo'ydi. İman hayatida, imandaki hayat hareketinde bir kipillik dairesini yol koydu. Allah subhanahu wa ta'ala bu cemiyette, babı olan yaxşılık, babı olan ihtisatını umum cemiyetke taqatmakçı Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki maksidi. Bu noktadan insanlarını birbirine bağlanğan şekilde cemiyette oturmaya çıktı. Yani erölen ayalının oturda hem adamның oturdu ilan qilgan şekilde, aşkar şekilde bir münasebet bağladı. Ayaldı.
Er ayol degandan keyin bu ikkisidan bir bölük balalar o'tirg'i chiqadi. Bu balalardan bir bölük nerviler o'tirg'i chiqadi, jiyanlar o'tirg'i chiqadi, andan keyin hammalar, tag'lar o'tirg'i chiqadi, bovoy, mo'maylar o'tirg'i chiqadi. Shuning bilan jamiyat hammasi bog'langan shaklda, tuqqanlik munosabati bilan bog'langan shaklda o'tirg'i. Masalan, bu dinninki şu ijtimoiy kishilarni urunlashtirish, o'zaro ijtimoiy kapolatlik qilish, ya'ni iqtisodiy jihatda bir-birisiga turmush jihatda kapolatlik qilish uchun ilingan birinchi qadam. Ya'ni bu nikohning asosiy shariatdagi maqsadlarining birisi ijtimoiy jamiyatni mustahkam munosabat bilan qana qilish, bog'lash. Endi maxfiy to'y qiladigan bir ishlar va hammalar bilamiz. Sen maxfiy to'y qilding, kishilardan oshkorlashdan ma'lum bir sabab tufayli qo'rqding masalan. Buningda bir ikki xil ahvol duch kelamiz. Birisi ayolning homildor bo'lgan vaqtda homilini tushirib o'tsa, qotil bo'lsa tabii. Yana birisi o balani tashlab qochsa. O bala ya dadasini topolmaydi, ya uni bunu topolmagan. Jamiyatda pukunining balasi Puloniyaning palonining jiyani, buning taqdiri pukuni, qarindoshlari pukuni deyilmaydi. Yani o cemiyetdeki bir münasibetsiz, bağlantısız halatda yaşaydı o bala. Del cemiyetinin daşqalları, cemiyetteki en buzg'unchilik aş noktadan çıkıdı. İnsanlı olsun. Cemiyetinin qaysi qatlımıda bir buzuluş oturuğu çıktı, bunu sürtüp apasan, ötküzülgen yukarıdakidek bir hatalık tüpeyletin çıkıdı bu. İniqla mesele. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bu tüpeyletin cemiyetinin pakiz buluşu için, münasebetlerinin ki intayın müstehkem buluşu için, münasebetlerinin ki bir gövde, birisi-birisini bille epmanıdığan, taşvip etmeydiğen, birisi-birisinin turmuşlarından tatip kapalatlık kıldıgan bir cemiyet oluş için Allah subhanahu wa ta'ala tunca uçuruşunu intayın güzel, pakiz şekilde buluşunu bizge qana kıldı, buyurdu. Yani nikah arqılık, erholan ayol qana kılındı, bağlanıdı. Bulardan bir yeni evlat meydana keledi. Bu yeni evlatdan bir cemiyet berpa buludu. Endi muşu balalar oturuğa çıkış, nerviler oturuğa çıkıştan aldıdılar, şularning turmushiga kapolatlik qiladigan bir manba bo'lishi kerak. Bu manba ya dadi tarafdan qana qilinadi, hozirlanadi, dadi tarafdan hozirlanadi. Dadining qilgan chiqimlari hammasi zavul qurba qilgan chiqimlar bo'ladi. Yoki dadining bir tuqqanlari, dadining dadisi yoki jamiyatdagi ma'lum kishilar tarafidan hozirlanadi. Bu hozirlikdan jamiyat normallanadi. Oyatdagi pul mollarini tuqqanlarga beradi degan narsaning masalasi shu, boshqa shaklda emas. Ondan keyin oyatda shu pul mol orqali yaxshilik qilish bobining ishlatiladigan o'rinlaridan yana birisi tuqqanlardan keyin val yatama, yetimlar. Hammalar bilamiz, yetimlar insonlarda dadisi o'lib ketgan, o'zi balog'at yetmagan kichik bolalarning hammasi yetim. Hayvonlardagi tam aksi. Hayvonlarda onasi o'lib ketgan kichik hayvonlar yetim hisoblanadi. Ammo insonlarda dadisi o'lib ketganlar annem bo'ladi, yetim bo'ladi. Bulamo cemiyetteki iqtisadi zapas iqtisadininki sarf qilinadigan o'rinlardan birisi. Ondan keyin masakin oyatning oxirisida yetimlardan keyin kim bor? Miskinlar bor. Val masakin. Miskin degan kim o? Asli miskinning arabchadagi so'z yiltizini surishti qilsak, bir jimib qolgan, turib qolgan degan ma'noda. Yani ona qilay desimi yok, buni qilay desimi yok, baray desimi yok, o'tiray desimi yok, yey desimi yok, şey desimi yok, odam nima bo'ladi? Miskin bo'ladi. Bu nuqtadan bunga miskin deb ism qo'yilgan. Mayatda yo'q, ammo boshqa oyatda faqir deb birisi bor. Endi olimlar mush miskin bilan faqirni tunishtirish, farqini ayirish, ba'zi har xil o'xshamagan fikrlarda bo'ldi olimlar. Ba'zilar miskinni hech nimasi yo'q, faqirni azroq bir narsasi bor, ammo o'ziga yetmaydi degan shaklda tushuntirsa, ba'zilar miskinning azroq bir narsasi bor, ammo o'ziga yetmaydi, faqirning hech nimasi yo'q deydi. Har holda ixtilof qilishning hech hojati yo'q. Mayli qanday shaklda ixtilof qilsin, Qur'onda ikkilisga
muşu yaxşılıq yollarına xərclənadigan pul mallardan nəsibə üləşdirgan. Məsələn, zakatdamı miskinlərə, fəqirlərə ayrım qılınğan qaysı məndə olsun bula vurdu bu nisbətən. Hər halətdə bula öz nəsibəsini qana qılıdı, alıdı. Bu ikincisi, yəni yetimlərdən kinki miskinlər, yəni tuqqallar, yetimlər, andaki miskinlər. Ondan kin gəldik İbn-i Səbil deydi. Bu ayətin tərcümə qılğan vaxtda musafir də tərcümə qıldım. Əməliyyatda bu normal musafir emas. Ayətinin üzünə, sözünün öz mənasını dəpəsənizlər ki, yolunun balısı degan gəp. Yəni məsələn milyonlab pullarını qışığı silib, bir şəhərlərə, bir dövlətlərə birib səfər qılıb, sayahatlarını qılıb, yoki oqub, yaşab kelgan adam emas bu. Bu yerdəki İbn Səbil nima desə, səfərdə ya qaraqçığa uçurdu, ya bulançığa uçurdu, ya oğruğa uçurdu, ya qanday bir afətə uçurdu, iş qılıb özünün mal-mülkünün ayrılıb ketib qalğan, vətən bilan təxi əlaqəsi yox. Muşu səfərdə yoldan başqa panaldıgan heç nimisi yox. Mında qılıb qalğan adamni ifadələş üçün Qur'an-ı Kerim bunda musafir degan söz ekanmay, yolunun balısı degan şəkildə gəldi. Bulağımı həm bu xil mallardan həm birildi. Nima üçün? Bu adam şunu his qilish kerakki, men nədir bulay? Özümün yurtudu bulay, yoki boshqa yerda bulay, meni jamiyat körüp atmaydı ekan. Meni jamiyat tashlab etmaydi ekan. Men jamiyatning himoyasi ostida ekan. Jamiyatim meni hargiz och yalang'och qo'ymaydi ekan degan deydigan bir xil ishonch tuyg'usini qana qilish bir iymoniy kafolat. Mana buning o'zi yaxshilik. Ma'yat biz da'vat qilni. Yaxshilik degan ma'vo. Sen bir oddiy ishdan talashmay, qiblani unda qilamizmi, qiblani bunda qilamizmi degan narsani talashmay nocha olsang, qala ma'vo yaxshilik mana. Qur'on mana da'vatidir. Rasulullohning iymoni ma orqali sinovatidi. Bizdan bo'lgan oddiy ishlar masalan bir zamonlar talashib ketdik bir mustahab kichaqliq ishlar bilan aminni ulug'lash, pastash, repeat qilish, qilmaslik, uni qilish, buni qilmaslik nocha olsa mana Qur'on haqiqiy ko'rsatgan ma yaxshi yo'llar orqali o'zining haqiqiy maydon turdig'ini ifodalasin. Shu vaqtda talashma bunisi men haqni da'vatman deb chiqqan nochalar bor. Men haqni da'vatman. Haqiqatni yushirish kerakmi deganlar bor. Buni haqni deydigan va haqqa amal qiladigan bo'lib qolsa, mana bu haqiqiy haq. Mana ma'vo iymonning rostligini isbotlaydigan ya. Qilamani. Hech qanday chiqim ketmaydigan, qiyinchilik olmaydigan, jafo kelmaydigan ishlarda talashqcha mana qildiyotdi Alloh subhanahu va taolo. Yana davom qilsak undan keyin vasailin. Biz iqtisodiy jihatda yo'lashga tegishlik ijtimoiy kafolat ishchiga kiradigan kishilarning birisi vasailin, ya'ni bir narsa so'rab kelganlar. Ham ba'zilar deyishi mumkin, bu hozirgi tilamchilar deb bir insonlar bor atrofimizda. Bular degan tijorat kasbiga aylantirganlar. Bular degan bizdan boy, bular qanday bo'lib ketsa, oldinga so'rab keldimi? Mushu yuzini so'raydigan holatga chidab ko'tirib keldimi? Birisi. Zaif bo'lsa-mu bir hadisda so'g'uchi ot ustida kasimi qanaqa qilinglar biring. Madam o inson o'zi xijlonmasdan, mushu chiroyini, mushu yuzini ko'tirib oldinga bir narsa badab keldimi? Berishing kerak. Esingda bo'lsin, bämay bir xatolashqanlik bämay to'g'ri qilgandan yaxshi. Sen bir xato qilgan bo'lsangmi, bu yaxshi. Chunki buning tabiiy ya shu odamninki bir qatim tavba qilishiga sabab bo'ladi, ta'sirlanib kelganiga sabab bo'ladi. Ish qilib sening baginingning hech nimasi yo'q, ziyni yo'q. Undan keyingi iqtisod sarf qilinadigan yaxshilik yo'llarining birisi firqob. Ya'ni qulluqqa tushib qolganlarni, düşmanlarning quliga tushib qolganlarni qana qilish, ozod qilish. Endi riqob degan so'z arabchada buyun, gardan degan ma'noda, ya'ni insonga asosliq gavdalanadigan, insonning birovlarning quliga tushib qilishi, birovlarning ostiga tushib qilishi ifodalanadigan o'rin mushu o'g'achqa Qur'oni Karimda mushkil shaklda ifodalangan. Masalan, sura Balatma va ma adraka mal aqaba fakku raqaba, qul ozod qilish degan so'zni yeni bir sözge almashtirib, buyunni qana qilish, ozod qilish. Masalan, birovlarni qul qilishni bo'yniga misolda kishan soldi, masalan. Bo'ynimda yomonjiq yukvatdi, buni olib tashladim degandek so'zlar bor bizning tilimizda. Shu hukm bilan ma shaklda qana qilgan ifodalangan. Masalan, islom mushaydan tatib, undan boshqa har xil turlar bor.
jamiyatdagi qulluq tuzumini yo'q qilish, amaldan qoldirish, qullarni hur azod qilish uchun masalan setib olib azod qilish bu islomdagi dastlabda Abu Bakr radhiyallohu anhu bosh bo'lib yo'l qo'ygan bir go'zal ish. Hozirgi oyatdagi keltirilgan yaxshilik yo'llarining birisi, agar sen puling bo'lsa, boshqalarning qulini azod qilib qo'ysang bo'ladi. Undan boshqa masalan qul azod qilishning bir turlari bor, mukotaba. Masalan, qullar bilan xo'jayinlar o'tirsida ma'lum bir pulga kelishib, qullar ma'lum vaqtning ichida shu pulni xo'jayinga ta'minlab berish badaliga azod bo'ladigan. Mana shakllarning hammasi yaxshilik yo'llarining birisi. Sen bunga pul xaylisang tamamen bo'ladi, xaylishing kerak. Undan keyin üzlüksiz ayette sözlünatkan yaxshilik tugumidi, yaxshiliklar yuqori degandek Allohga iymon etishning eng yuksak tarafi deb kelib amdiki va aqamas solat. Ya'ni namozni o'tirib chiqqan. Ma'da namoz o'qidi deb iborat yo'q. Eslanda bo'lsin. Namozni shariat talab qilgan shaklda maydonga olib chiqqan. Aqamas solat degani o'tirib chiqqan degan ma'noda. Masalan, buning namozlari va vaqtlari va o'z vaqtida, o'rinlari va masjid, jamoatlar bilan buning oladigan tahoratlari va mushtaraklarining hammani mukammal shaklda barpo qiladigan bo'lsa, bu odam yaxshilik. Undan keyin va ataz zakat. Va ataz zakat. Mishada kallımız diqqatimizni tortadigan bir masala var. Zakat badi dedi hozir yaxshilikning birisi. Biz yuqorida nurg'un pul g'ajashning gapini qildik. Men zakatning gapini qildi. Tabiiyki bu ikkisining bir oyatda, bir o'rinda kelganligi yuqorida biz so'zlayotgan va atal mala ala hubbihi pul mollarini o'zi suyib turib, yaxshi ko'rib turib, tuqqanlarga, yetimlarga, miskinlarga, yo'lda qolib qolganlarga, so'g'anlarga qul azod qilish o'rinlarga sarf qilganlar deb bo'lib va atal mala deb kelgani ikki masala. O ayrim masala, bu ayrim masala. Mau degan zakat, farz, buning sarf qilingan o'rni Qur'onda 8 o'rin ayrim o'rni bor. Ammo yuqorida tilg'ilinganlari u zakatdan ayrim bir masala. Buning sarf qilingan o'rinlari yuqorida bayon qilindi. Zakat berishga tegishli o'rinlarmi bor buning ichida? Yo'qmi bor, bormi bor, ba'zi o'rinlarda ikkisi o'rtaq, ba'zi o'rinlarda ayriladi. Bu ayrim bir masala. Ayrim bir masala. Mana ma'u yuqorida tilg'ilingan 5 Allohga iymon etishdan tortib, oxirida zakat beringlar degan yag'ich bo'lgan yuqorgi ishlarning hammasi dal ihson bobi. Ihson bobi degan nima? Alloh subhanahu va taolo sana bir narsani farz qilib qilsang u boshqa, ammo farz qilmasdan o'zligingdan Allohga yiqilish uchun qilgan har qanday amaliy ibodat nima bo'ladi? Ihson bo'ladi. Ihson. Bu vaqtida sen Allohga yiqilishni his qilsa, Alloh sendan xushal bo'ladi, Alloh sendan rozi bo'ladi, sen Allohdan rozi bo'lasiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bayatdan qilibimizga qaytsak, iqtisodda zakatdan mahqomi degan vaqtda bugungi biz o'qiyotgan shu 177-oyatni o'qib bergan. Laysal birra an tuwallu wujuhakumdan oxirigacha o'qib bergan. Demak, bu yerdagi va ataz zakat degan so'zning kelganligining o'zi yuqoridagi pul xarjlash ta'kidlangan o'rinning hammasi zakat emas masalasi. Amaliyotda zakatdan boshqa bu darajada o'rinlarni yaxshilik bobiga akab qo'yishi. Undan keyin buni Alloh subhanahu va taolo pul xajlab demay, yaqranlar manga qarz va degan ifoda bilan. Masalan, Sura Baqaraning 245-oyatida man zallazi yuqridulloha qardan hasana fayudaifahu lahu adafan katira. Manga qarz o'ylab boqinglar, asli pul molni sizlarga kim berdi? Alloh subhanahu va taolo berdi bizga. Hamda o ehtiyojli, muhtoj insonlarni dunyoga kim akeldi? Alloh akeldi. Alloh sana sening ehtiyojingdan eshoq molni berib, andaki shu molga ehtiyojli insonlarni yaratib qo'yganning o'zi sening bir ne'mat sahibi ekanligingning isboti. Sen Allohga yiqilishish fursat sana berilganligining ifodasi. Agar Alloh tang hammaga aning ehtiyojligini, sana ehtiyojligini, o'zingizning ehtiyojligini berib, sen ortiq bermagan bo'lsa, hech kim bilan bog'lanmaydi. Alloh subhanahu va taolo bu yerda ajoyib bir go'zal yo'lni birini ochdi. Ya'ni buni menga qarz ver deb degan ifoda bilan qo'llandi. Alloh menga qarz ver, qaranglar, oldimizdagi Mehmet yoki Samat ehtiyojli, biz uningga beramiz. Mushuni Alloh menga qarz ver deyapti. Menga. Buna deganlikning o'zi nima desa,
bu amallarning yuqorida biz tilga olgan ihson bobiga kiradigan amallarningki Allohning darajada naqadar güzel ishlar ekanligi. Bu orqali biz Allohga naqadar yiqilishdiganligimizning nimasi ifodasi bu. Chunki men sana mal-mulk berdim, aqirindishingni yordam qil degan shaklda desimi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aytadi, "Menga qarz va da'vatudi. Menga qarz va da'vatudi." Buning o'zi odatda biz inson nuqtasidan hamda Alloh subhanahu va taolo har qanday tashbihdan, birovlarga o'xshishdan pak biz o'zimiz bir misol olsak, birovga qarz bersa, bu ikkalamning o'tirida favqulodda munosabat bog'lanadi. Ya'ni qarz olg'uvchi, qarz berguvchiga, masalan, insonlar o'tirisida köge ya da xushomat qiladi. Masalan, insonlar o'tirisida uni hurmat qiladi, uni yaqin ko'radi, uni cho'ng bunda bir ishlar bor bizda. Alloh subhanahu va taolo o'zini shu o'ringa tushirib turib, ya'ni naqadar buni yaxshi ko'radiganligini, bu ihson bobininki Allohning nazarida darajasining naqadar yuqori ekanligini ifodalash uchun menga qarz va da'vat Alloh subhanahu va taolo. Amaliyotda bizning xaylaydiganimiz Alloh bizga bergan ma'lumotdan xaylaymiz amaliyotda. Biz iqtisodlik qoldik degan gap, bizning jamiyatda qiladigan ma'lum bir iqtisodiy muomalamiz va tijoratimiz va degan gap. Bizning atrofdagi pul xaylaganimiz atrofda yana cho'g'ilab kelib, bizga aylanib keladigan pul amaliyotda. Bir hikoyadan birisi var. Fatima radhiyallohu anha Rasululloh qashiga kirgan vaqtida bir kichik tangidan birini tutib turadi. Tanga datlab ketgan, ya'ni datva. Buni surtib paqirtishga boshlagan vaqtda Rasululloh so'radi. Nima ish qilasan? Paqirtyapman. Nima ishqa? Men buni sadaqat qilmoqchi dedi Fatima radhiyallohu anha. Demak, sadaqat qildi ekansa, u pasamamni shu shaklda uni paqirtib, surtib yugucha dediki, Fatima radhiyallohu anha magiga qaranglar. Men buning mushu tengining muhtojning qo'liga tushishdan ilgari Allohning ilkiga tushadiganligini bilmadim. Biz her bir tiyin pulni xaylagan vaqtimizda, bir tilla pulni xaylagan, bir tenge pulni xaylagan vaqtimizda bizning qo'limizdan elayotgani ko'zimizda ko'rgan Ahmad, Mehmet, Samat emas. Biz o pulni Allohga bergan pulimiz amaliyotda. Tamam. Ondan keyin oyatning davomlashtiramiz. Oyat yana yaxshilik babida yuqorisi iman Allohga iman etgan degan boshlanib zakot degan keldi emasmi? Val mufuna bi ahdihim idha ahadu. Ya'ni o'zi va'dlashgan vaqtida, va'dlashgan degani birisi, yana birisi bilan amis munda qilamiz, anda qilamiz, kelishdiqmi, soat manchida ya anchida, men anda qilamiz, siz munda qilasiz degan shaklda va'dlashgan vaqtida qana qilish kerak? Uningga shu degan bo'yicha, deyishgan bo'yicha, kelishim bo'yicha amal qilish kerak. Mushu hozir qilayotgan to'xtamdan tortib o'zaro kichik va'dalarni hammasi shuning tahtiga daxil. Bu bir insonning yaxshiligining ifodasi. Eng oxirida oyatdagi eng oxiridagi yaxshilik turlarining birisi was-sabirina fil ba'sa'i wad-darra wa hinal ba's. Qiyinchilik, jafo mushaqqat, jang kunlarida yaxshilik, sabr qilganlar. Mush sabr qilish bobiga kelgan vaqtda bizning Uyg'ur tilidagi sabr degan so'zni ishlatishni pek to'g'ri topmayman buningga. Bu yerdagi was-sabirin hozir tarjima qilib sabr deb tarjima qilyapman, chunki ishlar ko'ndiq biz hozirga qadar. Ammo bu yerdagi sabirin degan so'zning ma'nosi bizdagi sabr qilishdan kengroq ma'nosi o'zi. Ya'ni bardoshlik berish. Chunki yuqoridagi ishlar oddiy ish emas u. Allohga iymon etish bir odamning butun ichki programmalarini hamini o'zgartirish u. Bütün ideya fikrlarining hamini o'zgartirish u. Masalan, yuqorqi iqtisodiy jihatdagi bizga tushgan bir muncha ta'limotlar bo'ldi. Yiqildiringni kutib xarval, musofirlarni xarval masalan, holidan xabar ol. Yoki uning pul xarjlab, buning pul xarjlab zakot va nima hammasi bizdan ma'lum darajada tirishchanlik, jafo, mushaq talab qiladigan ishlar. Mayada va sabirin degan oyatning keltirilgan shaklda mana bir nuqta bor. Tabii ki bunu Arapça bildiğinler texmi obdan düşündü ama ben sizlarga Arapça oxumasanlarmı bir tushuntirishga tirishayım. Oyatga qaytadan qaraganimizda oyat bosh kelish holati davomlashayotgan. Man amana billahi va atal mala ala hubbi val mufuna bi ahdihim deb kelib
ve sabirine kelgen vaqtda. Emniyet hemmesi okşaş türdeki mezmunlar. Yaxşılık degen mında qanday qilib, sabirin, bardoshlik beradigan, sabr qiladigan, jafo mushaqqat chekadigan degan kelgen vaqtida bunun grammatikali qurilmasi o'zgarib ketdi oyatning. Aslında başkali shaklda kelgan oyat bu yerga kelgan vaqtida tushunchali shakliga o'zgarib ketdi. Arab tilida bu nimani ifodalaydi desanglar, mushu jumlaninki alohida jumla ekanligini ifodalaydi. Bu nuqtadan biz bu yerdan shuni suzib olaymizki, yuqorqi Allohga iymon etishdan tortib eng oxirisi va'dalariga, kelishimlariga, ahdlariga vafo qilgan chaqchi bo'lganning hammasidan ve sabirinning darajasi ortiq. Chunki sabirin bo'lmagan vaqtida, u odamda bardoshlik qilish kuchi bo'lmagan vaqtida, sabr qilish bo'lmagan vaqtda yuqoridagilarning hech narsani qila olmaydi. Chunki hammasi bir jafo ishlar. İnsanlar qilg'isi bor ishlarni qilg'izmaydi nurg'un. Qilg'isi yo'q ishlarni qil deydi masalan. Tez topgan pullarini boshlar xajla deydi. So'q vaqtlar yotgandan chiqib namoz o'qu deydi masalan. Bularning hammasi insondan bir kuch talab qiladigan ishlar. İnsan bununla bardoshlik bermaydi nurg'un insonlar. Dal mushularning hammani kim qila oladi desa, va sabirin mush alohida kishilar qila oladi. Va sabirin şu oyatdagi ishlatilgan ifodada ilgiriki turlarga o'xshamaydigan bir jumla shakli, grammatikalik o'rin berishning sababi bo'lmayaga bular eng yuqori martaba. Chunki mushu xil xususiyat, bardoshlik berish, sabri va sabirin degan sifat shakllanmasa, yuqoridagilarning hech qaysini qilolmaydi. Şu bu nuqtadan biz baştan tortib yaxshi odam bo'lish uchun, yaxshi yo'lda menish uchun, yaxshilik bizda deyilishimiz uchun bizda bardoshlik berish bo'lish kerak. Yani bu yerda sabr bo'lish kerak. Arab tilidagi sabri. Bu chidamchanlik bir ishlarga, belning chingumushi degan gap. Yani bu kambag'allikda bo'ladi oyat tilg'ingan bo'yicha. Kasal bo'lib qolgan vaqti bo'ladi oyatda nima dedi? Fil ba'sa dedi. Bu qiyinchilik, iqtisodiyotdagi qiyinchilikda chidash kerak, uni qo'vaysirmaslik kerak. Ağrıp qoladi inson degan 30 yoshdan oshgandan keyin ham odamni kasal chirmashga boshlaydi. Har xil kasallar. Buni qo'vaysirmaslik, chidash kerak. Ishlarni ashta turib qilish kerak. Shuningdek, va haynal ba'si jang bo'lib qoladi insonlarda. Insonlar yashagan jamiyatda o'zini mudofaa qilmay olmaydigan bo'lib qoladi. Ba'zi ishlarni oldini olmay olmaydigan bo'lib qoladi. O'tirg'i belni chingib deb belni tingib chiqish to'g'ri keladi. Bu vaqtda yana voy qana qilamiz, jon saqlaylar demaslik kerak. Chirab chiqish kerak. Mana bu xil xususiyat yuqoridagi xususiyatlarning hammasini qila oladigan bir odamni topiladigan xususiyat. Deb bo'lib Alloh subhanahu va taolo hamda yuqorqi yaxshilik sifatlarini o'zida mujassamlaganlar. Mujassamlagan deyishimizning bir hikmati bor. Chunki biz oyatda dokki, darsning beshimizda yaxshi ish qilganlar deb boshlamadi Alloh subhanahu va taolo gapni. Yaxshilik Maşta qilganlar dediki, buning vujudiga mush ishlar singalla, bularning ishdigan mukofoti nima desa, ulaikallazina sadaqu. Bular eg'izda degan gap bilan amaliyatda o'tib kelganlar. Alloh bilan iymon to'xtami tuzib, bu yo'lda menib qilgan to'xtamiga amal qilganlar. Ishni oxiriga aytib qolganlar. Sadaqu degan shu. Bir odamningki, rostga qilib qo'ysam sadaqa emas. Qilimiz degan ishni amaliy qilganlar bular. Islomga kirdimi? Alloh bilan to'xtam tuzgan bo'ladi. Mushu to'xtamiga amal qilganlar bular. Sadaqa bu. Ya'ni bularning so'zininki amaliyatiga nima kelishi, uyg'un kelishi. Mashtaq qilganlar bular. Bu isl odamlar deydi bular. Ya'ni la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb iymon etgan kundan tortib bir va'da bergan bo'ladi, bir to'xtam tuzgan bo'ladi. Shu to'xtamga mas'ulga amal qilganlar bular. Endi bular nima kirishi desa, ulaika humul muttaqun. Buni tuz tarjima qilsak bular muttaqinlar. Ya, taxmin ishkilab kiramiz. Muttaqi degan nima desa, saqlanadigan, Allohning azobidan saqlanib, do'zaxdan saqlanib qoldiganlar bular. Muttaqinlar shu. Muttaqinning asli ma'nosi azobdan, do'zaxdan saqlanish degan ma'noda. Allohning jalol sifatidan qana qilish, saqlanish degan gap. Allohning qahhor sifati bor. Bundan saqlanish degan gap. Allohning do'zaxi bor, bundan saqlanish degan gap. Allohning azobi bor, bundan saqlanish degan gap.
Ya eyyuhellezine amenu qu anfusakum ve ahlikum nara. Sure Tahrimning 6 oyatida qu muttaqi degan mush so'z bilan qu degan so'zningki yildizi bir so'z. Ya'ni saqlanish o'zimizni mushaqqatlardan, jafolardan, azobdan saqlab qolish. Ular ekan humul muttaqinki azobdan saqlanib qolganlar bular. Bular faqat azobda atmaydi vaqtda. Haqiqiy o'zining gap bilan amaliyati rost chiqqanlar. Bugun shu 177-oyat bilan bo'ldi qilgandekmiz. Dersimiz bu yerda to'xtaydi. Inshaalloh Alloh nasib qilsa kelar soat davomlashtiramiz va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin.